Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Finance Muallim kanaliga xush kelibsizlar. Va bugungi birinchi darsimiz Introduction to ECC and F3 Financial Accounting bo'lib, unda ECC o'zi nima va F3 Financial Accounting nima fan va unda nimalar o'rganilishi haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimizning rejasi quyidagicha. Avvalambor ECC o'zi nima degan savolga javob topamiz. So'ng F3 ya'ni Financial Accounting'da Syllabus Learning Objectives ya'ni unda nimalar o'rganilishi haqida ko'rib chiqamiz va so'ngida SECni official ya'ni rasmiy va reliable source'lari ya'ni SECni topshirish uchun qaysi materiallardan foydalansa bo'ladi. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, SEC o'zi nima? SEC o'zi qisqartma va uni to'liq shakli Association of Chartered Certified Accountants ya'ni sertifikatga ega buxgalterlar uyushmasi degan ma'no chiqadi. Va bu nima? Masalan, moliya sohasida bo'lsin, xoh u audit yoki konsalting yoki buxgalter yoki soliq sohasida bo'lsin, SECsi bor xodim, SECsi yo'q xodimga nisbatan qadrliroq hisoblanadi va ko'proq haq to'lanadi. Va bu ECC Finance and Accounting sohasida ham judayam chuqur bilim va ko'nikmalarni beradi. Va SECni komponentlari va uni qanaqa topshiriladi, nechta imtihoni bor, qanaqa o'tiladi. Xo'sh, mana bu diagrammaga qarasak, mana SEC umumiy hisobda 13 ta paper, ya'ni paper bu subject, ya'ni fanga nisbat qilib aytiladi. 13 ta paper olib turib, o'sha to'liq SEC mana fully accredited ya'ni fully accredited degree ya'ni SEC sertifikatiga ega bo'lsa bo'ladi. Unda boshida 3 ta paper ya'ni F1, F2, F3 buni biza ko'rayotgan Financial Accounting ko'rmoqchi bo'lgan, ya'ni F3 yoki Financial Accounting deyiladi. Bu Applied Knowledge va F4dan ya'ni mana bu Law, Corporate and Business Law, F9gacha Financial Management. Bular Applied Skill. Bu 9 ta paper tugatib turib, siz SEC Diploma in Accounting Business sertifikatini qo'lga kiritasiz va qolgan P-level'larni ham tugatib, siz to'liq SEC sertifikatiga ega bo'lasiz. Va SEC member bo'lish uchun siz Ethics and Professional Skills moduli, ya'ni etika modullari bor. Ularni tugatib turib va Required Job Experience, ya'ni SEC related jobda siz 3 yil tajribaga ega bo'lishingiz kerak va 3 yil mobaynida SECni o'zini performance objektivlari bor. O'shalarni bajarib turib, oxirida SEC member bo'lishga erishasiz. Keyin SECni olib turib kim bo'lsa bo'ladi va qaysi ishlarda ishlasa bo'ladi. Masalan, quruq SEC bilan qanaqadir katta lavozimlarga yoki katta oliylarga erishish qiyin. Chunki SEC baribir bu knowledge, ya'ni bilim beradi, sizga tajriba bermaydi. Lekin judayam katta career opportunities, ya'ni imkoniyatlarni eshigini ochib beradi. Ya'ni accounting sohasida, ya'ni buxgalteriya, finans, management yoki biznesdagi boshqa yuqoriroq lavozimlargacha chiqishingizga SEC yordam beradi. Va biza boshlamoqchi bo'lgan F3 ya'ni Financial Accountingni Learning Objectiveslari, ya'ni unda nimalar o'rganiladi? Birinchi bo'lib Context and Purpose of Financial Reporting, ya'ni moliyaviy hisobotni konteksti va uni maqsadi. Unda biza o'zi Financial Reporting, ya'ni moliyaviy hisobotni o'zi nimaligi va biznesni turlari va moliyaviy hisobotlarni asosiy elementlari va ular nimalar asosida, ya'ni regulatory framework deydi. Ya'ni qaysi standartlar asosida tuziladi va moliyaviy hisobotlarni
tayinlashda uni mas'ul shaxslar, ya'ni direktorlarni mas'uliyatlarini ko'rib chiqamiz. Keyin esa accounting principle, concepts and quantitative characteristics, ya'ni buxgalteriyani prinsiplari, konsepsiyalari va uni xarakteristikalari, ya'ni sifatlari. Keyingisi the use of double entry in accounting system. Ya'ni accountingda shu double entry degan qoida bor, ya'ni har bitta debit balansi kredit balansi ham bo'ladi degan qoida bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Keyingisi recording transactions and events, ya'ni biznesda bo'ladigan har qanaqa tranzaksiya va hodisalarni qayd qilib borish. Keyingisi reconciliation. Reconciliation ya'ni bu tekshirish. Masalan, sizda bank balansingiz bor, qaysidir banklarda sho'tingiz bor. O'sha bank balansi o'sha bankdagi hisobot bilan, ya'ni o'zizdagi hisobotni bankdagi hisobot bilan, ya'ni tekshirish. Ya'ni qanaqa o'sha difference, qanaqa xatolar chiqadi, o'sha bank reconciliation orqali oson topib olinsa bo'ladi. Bundan tashqari, xuddi shu prinsiplar trade payables va trade receivable accountlarga ham qo'llansa bo'ladi. Ya'ni qanaqadir qarzlaringiz bormi yoki kimnidir qarzi bormi, uni ham shunaqa o'zingizni moliyaviy hisobotlar bilan agar trade payable bo'lsa, ya'ni siz kimdandir narsa sotib olgan bo'lsangiz, o'sha sotuvchilardan agar yoki sizdan sotib olishgan bo'lsa, buyerlardan, ya'ni sotib oluvchilardan moliyaviy hisobotini ularnikini olib turib, o'sha reconciliation qilish orqali oradagi tafovut, ya'ni differencelar aniqlansa bo'ladi. Keyin esa preparing a trial balance. Ya'ni trial balance bu o'zimiz tilda moliyaviy hisobotlarni chiravik varianti deb aytsak bo'ladi. Bunda hamma debit balanslar va kredit balanslar o'sha list qilib tuziladi. Ya'ni hali aytganimizdek, o'sha double entry prinsipi asosida ishlaydi accounting. Shuning uchun har bitta debit balans, kredit balans bo'lgani uchun total debit account should be equal to total credit account degan qoida bor. Ya'ni har debit hamma debit akkauntlarni yig'indisi hamma kredit akkauntlarni yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Trial balance tuzilgandan keyin unda mana shu double entry sistemadagi o'sha total debitni total kreditga taqqoslab, unda qanaqadir yana xatolar bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa uni tuzatilib, keyin o'sha financial statements, ya'ni moliyaviy hisobotlarni tayyorlashga o'tiladi. Va moliyaviy hisobotlarni tayinlangandan keyin masalan, u agar biznes yakka tadbirkorlik yoki просто partnership bo'lsa, ya'ni hech qanaqa uni dachirka kompaniya deyiladi, endi subsidiary boshqa kompaniyalar bo'lmasa, bitta o'zi kompaniya bo'lsa, unda oddiy financial statement, ya'ni moliyaviy hisobotlar tuziladi. Agar uni o'sha subsidiarylar ham bo'linadigan bo'lsa, uni ham qo'shib ko'rsatish kerak bo'ladi. Ya'ni o'shanda biz o'sha preparing basic consolidated financial reporting, ya'ni consolidated bu o'sha yig'ilgan o'sha parent company bilan o'sha subsidiary companylarni umumiy yig'ilgan, ya'ni group financial statement bo'ladi. Shuni tuzish ko'rib chiqiladi va oxirida interpretation of financial statements, ya'ni shu moliyaviy hisobotlarni qanaqa o'sha interpretatsiya qilish ko'rib chiqamiz. Official and reliable source of SEC, ya'ni SECni rasmiy va ishonchli manbalari nimalar bo'ladi? Avvalambor SECni o'zini rasmiy veb-sayti bor, SEC Global va MySEC platformasi bor, ya'ni siz SECdan registratsiyaga o'tasiz va sizga o'sha MySEC o'zingizni kabinetingiz ochib beriladi va unda juda ham kerakli va muhim bo'lgan narsalar bor. Masalan, unda SEC Study Hub, ya'ni yaqindan ishga tushgan, yaqinda emas, уже 1-2 yil bo'lib qoldi. Juda ham qulay va foydali manba. Unda siz o'zingiz oshirmoqchi bo'lgan
paperi e, o'rganib, unda yana shu kviz, tasklari bor, o'shalarni practice qilib, imtihonga tayyorlansangiz bo'ladi. Va learning providers, ya'ni SEC o'zi emas, ya'ni boshqa tashqi manbalar tomonidan taqdim etilgan va SEC approve qilgan manbalar, ya'ni Kaplan bilan BPP judayam mashhur SEC olamida. Bunda SEC Kaplanda o'sha study text, ya'ni siz qaysidir istalgan paperni topshirmoqchi bo'lsangiz, uni study text birinchi o'qib chiqib va exam kiti bor, ya'ni practice qilish uchun misollarni, masalan, section A va section B bo'ladi F3da. Ya'ni o'shalarga tayyorlansangiz bo'ladi va BPP bu sal qiyinroq va exam focused deb aytiladi, ya'ni imtihonga to'g'ridan to'g'ri tayyorlaydigan. Kaplan sizga masalan general understanding, masalan uni tushunishi, o'rganishi sal osonroq qilib tilda tushuntirilgan bo'ladi. BPPda sal qiyinroq va exam focused questionlar bo'ladi. U sizga imtihonga tayyorlanishga judayam yordam beradi. Keyingisi YouTube'da open source deb aytiladi, ya'ni tekin kurslar bor. Eng taniqlilaridan bittasi mana shu Open Tuition, istalgan paperni ekspertlar tomonidan o'tib berilgan o'sha leksiyalar bor. Ko'rib bemalol bundan ham foydalansangiz bo'ladi va James Wright SEC, shaxsan man bu so'rsdan foydalanmaganman, lekin SEC olamida bu ham e'tirof etiladi. Va so'nggilaridan SEC Practice Platforms, ya'ni qaysidir SEC paperga tayyorlanayotganingizda uni imtihoni qanaqa bo'lishi, strukturalarini judayam yaqindan bilmoqchi bo'lsangiz, shu SEC Practice platformiga kirib, masalan, mock testlar bo'ladimi yoki specimen testlar bo'ladi. Shular orqali ular judayam ekzaminga yaqin strukturada va yaqin shunga o'xshash bo'lgan savollarni example sifatida berilgan va imtihonga tayyorlanish uchun bu ham judayam foydali source bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi gaplashmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi va keyingi videolarda SECga kirishni, ya'ni biza Kaplan study texti bo'yicha o'tamiz. Birinchi chapter, ya'ni birinchi bo'limga kirish darsi bo'ladi.